Demak, dastlabki texnikamiz samosval zil sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, hujjatlari joyida. Ural motor, katta muz, Euro stupitsa qo'yilgan, 5 kamer ballonlari bor deyishyapti. Farg'ona viloyatidan. Narxi esa $18,000 aytilishi. Albatta kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatda Moskovskiy zil sotiladi. 1987-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ishga tayyor holatda. Kuzov ramalari butun. Hech qanday muammosi yo'q deyishyapti. Konditsionerlari ham bor. Manzil esa Jizzax viloyati, narxi $11,500 aytilishi, albatta kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa zil 131 sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, gibrid motor. Texnik holati a'lo. Yaqindagina kapital remontdan chiqqan, hech qanday muammosi yo'q, ishga tayyor holatda deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi esa $16,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Xorazm viloyati. Navbatda yana bir zil sotiladi. 1983-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, hech qanday xarajat yo'q, motor korobkalari yaxshi. Rama kuzovlarda ham hech qanday muammosi yo'q. Manzil Toshkent viloyati. Narxi esa $5,000 aytilishi. Albatta kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir gruzovoy zil sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Holati o'rta holda, hujjatlari joyida. Kosmetik ishlari bor, lekin texnik holat soz, ishlab turgan texnika, xarajat yo'q, faqat kosmetik ishlari bor deyishmoqda. Manzil Toshkent viloyati, narxi esa $3,400 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir samosval zil sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, yaqindagina kapitalniy remontdan chiqqan, hech qanday xarajat qolmagan deyishyapti. Albatta, batafsil ma'lumotlar qiziq bo'lsa ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Narxi $4,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir zil 130 samosval texnikamiz sotiladi. 1984-yilda ishlab chiqarilgan, ishga tayyor holatda, Ural motor qo'yilgan, motor moy yemaydi, radiatorlari yangi, korobka zo'r, razdetka bor, orqa ballonlari yangi, 5 kamer ballon qo'yilgan. Oldi ballonlar 70-80% atrofida deyishyapti. Narxi $13,500 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati. Navbatda yana bir samosval zil, holati yaxshi, 1983-yil, motor Ural motor deyishyapti. Holati yaxshi, kuzov, rama, hamma joyi yaxshi, motor korobkalari ham yaxshi. Ishga tayyor deyishyapti. Narxi $10,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyati. Navbatda esa gazeligich sotiladi. Bartovoy, holati yaxshi, ishga tayyor, motor korobka zadniy moslari yaxshi, kuzovlari ham yaxshi. Xarajat yo'q, ishlab turgan texnika deyishmoqda. Manzil Toshkent viloyati. Narxi esa $3,500 aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir gazeligich sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, motor korobkalari yaxshi, ballonlar ham yaxshi, bartovoy deyishyapti. 4 tala balloni ham yaxshi holatda. Olasiz, faqat minasiz, hech qanday xarajat yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Toshkent viloyati. Narxi esa $3,800 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda gazeligich g'avnovoz mashinasi sotiladi. 1987-yilda ishlab chiqarilgan, yangi yig'ilgan, holati zo'r, 6 ta ballonni 100% yangi, hali ishlamagan, motor korobka zo'r. Polik, chexol va magnitofonlari bor deyishyapti. Kolonka pultlari ham bor. Hali ishlamagan mashina deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Farg'ona viloyati. Narxi $130 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa navbatdagi gazeligich texnikamiz sotiladi. 1989-yilda ishlab chiqarilgan, motor korobkalari zo'r, kuzov, rama, hamma joyi yaxshi. Ballonlari oldi 90, orqasi esa 60% atrofida deyishyapti. Manzil Andijon viloyati. Narxi $3,800 aytilishi, kamaytirib beriladi. Dokumentlari ham bor deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda gazeligich samosval sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, motor yaqindagina noldan terilgan, korobka ham ideal holatda, kuzov ham yaxshi holatda. Yoqilg'i turi esa metan gaz deyishyapti. 6 ta balloni ham yangi. Hech qanday xarajat yo'q. Narxi $70 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati. Navbatda esa gazeligich furgon texnikamiz sotiladi. 1986-yil, holati yaxshi, ishga tayyor.
motor, korobka, zadniy most, kuzovlari ham, xullas hamma joyi yaxshi deyishyapti. Ishga tayyor holatda, hech qanday muammosi yo'q. Manzil Buxoro viloyati, narxi esa 50 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Qaytarib o'taman, narxi 50 million so'm kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Akalar, bugungi dasturimizda texnikalar shulardan iborat edi. Agar ushbu roligimiz sizlar uchun qiziqarli va foydali o'tgan bo'lsa, videoga like tugmasini bosib ketishni albatta unutmang.